Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan Megakimyo 2022-yil yechimlarini davom ettiramiz. Demak, birinchi mavzudan 21dan 26gacha bo'lgan masalalar yechimini ko'rib chiqamiz. 21-masala 716 gram temir uch fosfatdagi modda miqdorini aniqlang degan. Demak, temir uch fosfat formulasi, uning molyar massasi 151 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topish uchun 716 gramni 151 gram taqsim molga bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi. 4,74 mol kelib chiqadi. Demak, to'g'ri javobimiz A javob bo'ladi. 22-savolga kelsak, 17 gram vodorod peroksididagi modda miqdorini aniqlang degan. Vodorod peroksid formulasi, molyar massasi 34 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 17 gramni 34 gram taqsim molga bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi. 0,5 mol kelib chiqadi. Demak, 22-masalamizning to'g'ri javobi C javob bo'ladi. 23-masalamiz 56 gram uglerod 2 oksiddagi modda miqdorini aniqlang. Uglerod 2 oksid, ya'ni is gazi, molyar massasi 28 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 56 gramni 28 gram taqsim molga bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi. 2 mol kelib chiqadi. Demak, 23-savolimizning to'g'ri javobi B javob. 24-savol. 12 gram marmardagi modda miqdorini aniqlang. Ya'ni marmar bu kalsiy karbonat formulasi. Buni molyar massasi 100 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 12 gramni 100 gram taqsim molga bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi. 0,12 mol kelib chiqadi. Demak, 24-savolimizning to'g'ri javobi A javob bo'ladi. 25-savol. 21,7 gram smob 2 oksiddagi modda miqdorini aniqlang. Smob 2 oksid formulasi keltirilgan. Buning molyar massasi 217 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 21,7 gramni 217 gramga bo'lsa, 217 gram taqsim molga bo'lsak, gramlar qisqarib ketadi. 0,1 mol kelib chiqadi. Demak, 25-savolimizning to'g'ri javobi C javob. 26-masalamiz 403,7 gram smob bromiddagi modda miqdorini aniqlang degan. Smob bromid, ya'ni smob brom 2 holatda formulasi. Buning molyar massasi 361 gram taqsim molga teng. Modda miqdorini topsak, 403,7 gramni 361 gram taqsim molga bo'lsak, 1,1 mol kelib chiqar ekan. Demak, 26-masalamizning to'g'ri javobi D javob.